U eng arzon yaxtani bo'lib turishga sotib oldi, to'g'rimi? Aqldan ozingmi, nega meni urasan? Iltimos, meni mijozimni hurmat qil, aks holda menejerga aytib beraman. Nima? Seni bunchalik xursand qiladigan nima sotib oldi o'zi? Yaxshi, senga nima sotib olganini hozir aytaman. U balito sotib oldi. 5 tasini hammasini. 5 ta balito? Bu yerda faqat meni komissiyam 50 million edi. Meni komissiyam ham ketdi. Ketdi. Janobchi, bugundan boshlab men sizning shaxsiy yaxta yordamchingiz bo'laman. Aytmoqchimanki, agar biror ehtiyojingiz bo'lsa, oldimga kelsangiz bo'ladi degani. Men yaxtani tayyorlayman. Tabriklaymiz. Tranzaksiya yakunlandi. Hisobingiz yana yangilandi. Daromadingiz soniyasiga 2 milliard. Shunday yugurib, vaqtni behudaga sarflash va yana boshqa yo'llari ham bormikan? Men pul ishlaydigan albatta. Hali ham ishlamoqchimanmi? Bugungi kunning tezkor yangiliklari. Jahon iqtisodiyotining ta'siri ostida bugun fond bozori keskin tushib ketdi. Yirik kompaniyalar jiddiy pul inqirozida. Jahon fond bozoridagi iqtisodiyotda inqiroz. Bu to'g'ri.